Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Shredingga tenglamasiga doir ba'zi bir masalalarni yechirishlarini ko'ramiz. Birinchi masala. Vodorod atomdagi elektron uchun Shredingga tenglamasi yozilsin. Oddiroq faqat yozish bilan bog'liq bo'lgan. Oldingi videomizda bor edi. Shredingga tenglamasi quyidagicha ko'rinishga ega. Bu radioz vektor vaqt, ya'ni koordinata va vaqt funksiyasi psi funksiya. 2m taqsim hning kvadrati to'la energiya, potensial energiya, C yana koordinata va vaqt teng mana shunday ko'rinishda. Biroz shakli o'zgaradi. Endi buni xususiy holatini, ya'ni vodorod atomlardagi elektron uchun yozishimiz kerak. Vodorod atomlarga qaysilarini misol keltirsak bo'ladi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rindagilarni aytishimiz mumkin. Vodorod bo'lishi mumkin, geliy, qanday miqdorda vodorodning izotoplari D3, tritiy, shularda elektronlar soddoroq bo'ladi. Vodorodda masalan bo'ladigan bo'lsa 1 bo'lsa atom quyidagicha tashkil topgan. Bitta elektron aylanib turibdi deb olishimiz mumkin. Bitta proton bor, bitta elektron bor. Bu ikki jism masalasi. Buni yechish osonroq. Bu holat ma'lum bir aniqlikda yechib ola olamiz. O'sha uchinchisi qo'shildi. Uchinchi vodorod ish. Bu yerda D3 mana bitta neytron qo'shiladi. Unda ham massa. Keyin tritiyda yana bitta neytron. Shu izotoplarni olishimiz mumkin. Geliyni olishimiz mumkin. O'sha qalada aniqlikda yozsa bo'ladi. Shularni misol qilib keltirsak bo'ladi. Hozir endi faqat vodorod atom uchun bu qanday bo'ladi? Unchalik qiyin emas. Birinchi masalani qo'yaylik. Unchalik qiyin emas. Bu yerda potensial energiya biroz o'zgarishga uchraydi. Potensial energiya qanday edi? Bu pastlarga taalluqli bo'lgan videomizda bor. O'sha nazariy fizika ko'rinishida yozib beraman. Minusda hop z y kvadrat taqsim r. Mana shu ko'rinishda edi. Olib borib o'rniga qo'yamiz. Seni endi o'zini yozib ketaman. Plus 2m h kvadrat y bu minus bilan plus z y kvadrat taqsim r. C teng ko'rinishda mana shuni yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy holatda masalamiz, ya'ni oddiyroq masala. Bu yerda nimani o'rganishimiz kerak bo'ladi? Potensial energiyasi borligi, ya'ni minus. Mana bu potensial energiya odamlar savol tug'ilishi mumkin. Nimaga endi potensial energiyada minus bu bog'langan holatda? Bu yerda potensial energiya manfiy bo'ladi albatta. Z mana shu holat haligi Kulon qonunidagi ikkita zaryadni o'rtasidagi potensial energiya bilan o'sha ikkita zaryad bir xil bo'ladi. Ya'ni bu chizganimizdek tartib nomeri va elektronning zaryadi, chunki elektron bu yerda ham orasidagi potensial energiya orasidagi masofani birinchi tartibiga bog'liq bo'ladi. Kuch bo'lsa ikkinchi tartibga bog'liq bo'ladi. Qilib birinchi masalani yechimi mana shunday olishimiz mumkin. Ikkinchi masalamiz aytibdi, chiziqli garmonik ossilyator uchun Shredingga tenglamasi yozilsin. Zarrachani muvozanat vaziyatiga qaytaruvchi kuch F deyapti. Teng minus alfa x ekanligi hisobga olinsa, bunda alfa proporsionallik koeffitsiyenti, x esa sadish. Bu proporsionallik koeffitsiyenti, bu x esa sadish. Endi shuni yozib berishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda F bu qanaqa kuch? Muvozanat vaziyatiga qaytarish bu kuchga o'xshash. Umumiy fizika kursida mavjud edi-ku. K delta x ga. Bu qonundagi minus bu nima emas. Taqqoslab ko'radigan bo'lsak, mana bu uchun potensial energiya qanday bo'ladi? U teng bo'ladi alfa x kvadrat taqsim 2. Mana Shredingga tenglamamiz.
Mana bunday edi. Olib borib turib, o'rniga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyin biroz o'zgartirish ham mumkin. Ya'ni bu yerda psi bo'ladi. Plus 2m h kvadrat y minus alfa x kvadrat taqsim 2 psi teng 0 ko'rinishda. Yechimimiz mana shunday bo'lishi mumkin bu yerda. Mana bunda bor edi. Taqsim n derdik. Xuddi shunday. Alfa bu proporsional koeffitsiyenti o'zi biriktirilgan proporsional koeffitsiyentlar. Bizda bo'lishi mumkin. Biz ostida alfa taqsim bu yerdan bizda alfa bor. Alfani o'zgartirib qo'yishga haqqimiz bor. Alfa bo'ladigan bo'lsa, g kvadrat h ham bo'ladi. Nisbat 2m h kvadrat y minus alfani o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboraman. G kvadrat m x taqsim 2. Bu tushunarli. Prujinal bekirligiga o'xshagan kattalik bo'lyapti. Uni potensiya energiyasi shunday ko'rinishda bo'lardi. Olib kelib o'rniga qo'ydik. Endi garmonik davri tebranayotgani uchun unda nima bo'ladi? Kaftata bo'ladi. 1.5 bu uni massasi. Shunday ko'rinishda qoldirsak bo'ladi. Mana bu ikkinchi masalamizni yechimi. Xo'p, uchinchi masala. Shear dengi tenglamasi vaqtga bog'liq qismini mana bunday ko'rinishga ega ekanligidan shu tenglamani yechishimiz kerak ekan. Yechimi qanaqa bo'lishini topishimiz kerak. Qo'yilayotgan talab. Bu yerda xususiy hosila uni jarayon nima bo'lganligi uchun, uzluksiz jarayon bo'layotganligi uchun ba'zi shartlari bor. Shu shartlarga javob beradi, matematik shartlarga. Unda ko'rinish yozsak bo'ladi. I h psi taqsim dt y psi bu o'zgaruvchilar ajralgan differensiya tenglamaga misol bo'ladi. Ya'ni o'shani o'zi shunday ko'rinishda, faqat bu yerda harflar biroz ko'proq matematikadagi x, y ko'rinishdagilardan. Xo'p, olamiz. O'zgaruvchilarni o'z tomoniga o'tkazib olamiz. Ya'ni bu narsalar psiga tegishli emas, bu yoqqa o'tkazamiz. Vaqtni ham o'tkazamiz. Bu yoqqa. Yana quyidagicha bo'ladi. Psi qaytarib yoqqa tushirdik. Xo'p, bu yerda y taqsim h mana bu i'ni mahrajga tushishi kerak edi, suratga chiqaraman. Bunga qilsam bo'ladi. Sababi surat mahrajini i'ga, ya'ni bu i nimaga teng? I teng -1. Surat mahrajini nima qiladigan bo'lsam, ko'paytirib oladigan bo'lsam, bitta chiqadida, oltda minus paydo bo'ladi. Buni ko'rishi kerak bo'ladi. Desak bo'ladi. Minus. Xo'p, nima qoldi? D. Ikkita tomonini birini psi bo'yicha, bu tomonini vaqt bo'yicha olamiz. Bular vaqtga bog'liq bo'lmaganligi uchun, ya'ni o'zgarmas narsalar chiqib turadi integraldan. Buniki ln psi plus s1. Chunki bunda ham o'zgarmas ham bor. Minus i y taqsim h chiziqchalik. Bu yerda t'dan dt-dan bo'lsa t chiqadi. Plus qandadir s2. Bu bo'ldi. Mana bu psini bu koeffitsient bu yoqqa o'tkazamiz. Psini nimaga tengligini topib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ln psi teng bo'ladi minus i y taqsim h t
plus s2 minus s1. Ikkita tomoniga eksponensiya ta'sir qildiramiz. Eksponensiya ta'sir qildiradigan bo'lsak, ln c bo'ladi. Y darajasida minus y taqsim h t plus s2 minus s1. Mana buni biroz nima qilib olishimiz kerak. Ikkalasini ajratib olishimiz kerak. O'zgarmas xatlarni hammasini endi daraja yig'indi bo'lgandan keyin ko'paytma qilsak bo'ladi. Eksponensiya xossasidan foydalanib, y darajasi ln psi bo'lgan bo'lsa, bu psiga aylanadi. Mana bilan bu ikkalasi bir-birini yo'q qilib, oldigacha shunaqa xossasi bor edi. Demak, y darajasi mana buni yozaman. Minus y taqsim h t. Yig'indi bo'lgani uchun qolganlarini ko'paytma sifatida olsak bo'ladi. s2 minus s1. Bu qandaydir o'zgarmas koeffitsient. Yoki s deb belgilab olamiz, chunki o'zgarmaslarning hammasi psi teng bo'ladi y darajasi minus y t taqsim h. Mana s ni kiritib. Xo'p. Endi biroz o'zgartirib olishimiz mumkin. Y'lar tenglamasi bor edi. Trigonometrik va giperbolik funksiyalarni bilan bog'laydigan x bo'lsa, cosinus x plus sinus x derdik. Mana shundan foydalanamizda, bu yerda minusligi bo'ladigan bo'lsa, minusligi uchun quyidagicha ham bor. Cosinus x minus sinus x. Buni ikkisidan foydalanamiz. Mana bu o'zi bu yechim aslida. Giperbolik ko'rinishda bo'lsa ham, yo'q, hech narsani hal qilmaydi. S nimaligini bilmoqchi bo'lsak, aytishimiz mumkin, bu qandaydir amplituda. Amplituda sabab qanday bilsa bo'ladi buni? Bu yerdagi o'zgaruvchi t ga 0 beradigan bo'lsak, bu daraja 0 bo'lib ketadi. Y ni 0-darajasi 1 bo'ladi. Psi unga teng bo'lib qolishi t ni boshlang'ich holatdagi, ya'ni amplituda holatini beradi. Boshlang'ich holatini beradi psi ni. Hop. Qandaydir a deb olaylik shuni keyin. Amplituda bo'lgandan keyin. Yoki s ham turadi. Hech narsa qilmaydi. Hamma s o'zgarmasdan bo'lib ketayotgan ham deyapman. Trigonometrik ko'rinishdan foydalanib o'tkazib qo'yishga haqqimiz bor. Men bunday deb yoza qolaman. Hop, bu mana bunga tushadi. Cosinus x o'rnida y yozdik. Mana bu y t taqsim h chiziqcha turibdi. Mana shunday. Xo'sh, minusda y sinus y t taqsim h chiziqcha. Mana bunday. Yana qavsni yapamiz. Keyin bu qavsni ochib qo'ysak bo'ladi, mana bu qavsni. Ikkalasini. Bizda qandaydir a b koeffitsient bor. Bu endi a dan farqli bo'lishi kerak. A o'zi keladi. Bu i bilan birga qavs ochgan paytimizda mana bu xatga alohida. Keyin bu xatga to'g'richa alohida ko'paytirishimiz kerak. A i ni qandaydir bir koeffitsient deb oladigan bo'lsak, bo'lishi mumkin. Qandaydir bizda a cosinus y t taqsim h minusda b sinus y t taqsim h. Mana bunday ko'rinishda ham, bunday ko'rinishda ham yoki mana bunday ko'rinishda ham javoblar berilgan bo'lishi mumkin. Javoplarimizda xuddi shunday. Yechimlari shundan iborat edi. Xo'p, endi o'chiramiz. Xo'sh, bizning 4-masala. X o'qni musbat yo'nalish bo'ylab va tezlik bilan harakatlanayotgan ikki elektron uchun shunday tenglamasi yozilsin, u tenglamay hech topilsin debdi. Xo'p, shunday tenglamasi endi koordinat nima edi? Erkin holatda u faqat koordinata bo'yicha harakatlanish, ya'ni o'zgaryapti, vaqt bo'yicha masalan bir joyda turishi, turmasligi mumkin. Biz o'zgarmaydi yerda. Uchun koordinatani o'zini qoldiraman. Plus 2n taqsim k kvadrat
h kvadrat c teng 0. U qandaydir x o'qib o'ylab to'g'ri ketyapti. Tezligi v tezlik bilan ketyapti. Boshqa narsa yo'q. Mana bu yerda y bor. Chiqib ketmasin. V tezlik bilan ketyapti. U harakatlanayotgan bo'lsa, demak, uni to'la energiyasi, ya'ni bog'lanmagan bo'ladi mv kvadrat taqsim 2 ga. O'rniga qo'yib turib, keyin Laplassian yozib qo'ydim. Laplassian quyidagicha ko'rinishga ega edi. D kvadrat taqsim x kvadrat, d kvadrat taqsim d kvadrat, d kvadrat taqsim z kvadrat edi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, harakat faqat x yo'nalishi bo'yicha bo'lib, u bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, holat bu y va z yo'nalishi bo'yicha hosillar yo'l bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. Mana bunday bo'ladi. O'zgartirdim. Endi u x ning funksiyasi shunday qolgan joylar kerak emas bizga. Plus 2m taqsim h kvadrat mv kvadrat taqsim 2 xo'sh c x teng 0. Biroz soddalashtiramiz. Bu bilan buni qisqartirib yuborib, bu kvadrat mana bu narsa ikkita hosila degani. X hamma joyda tushunarli-ku. Men qilib qo'ya qolaman, soddaroq ko'rinishi kelish uchun. Keyin qolgan hamma narsani k ning kvadrat sifatida belgilayman. Sifat k ning kvadrati xo'sh c teng 0. Ha, bu matematikadagi quyidagi differensial tenglama bilan bir xil ko'rinishga ega. Bizda faqat psik kelyapti, aniqlang. Bunday ko'rinishdagi ikkinchi tartibli differensial tenglamalarni yechimi quyidagicha qidiriladi. y1 teng s1 y darajasi i k x k buni bu yerda belgilashimiz. O'shanga moslashtirib yozaman. Nisbat s2 ya'ni x ya'ni oldida nimadir bo'lgan alfa deb yozish mumkin bo'ladi. Minus i k x. Buni ko'rinishda qidiriladi. Demak, mana buni yechimi ham, ya'ni mana bu narsaning yechimi shunday ko'rinishda bo'ladi. C x ning funksiyasi s1 y darajasi i k x plus s2 y darajasi i k x. Biz bu yerda y'lar tenglamalarini yana qaytaraman. Y darajasi i x bo'lsa cosinus x minus sinus x minus i k x x. Hop, cosinus x musbat minus i sinus x. Mana shu ikkalasini to'g'rilab qo'ydim, bitta xatosi bor ekan. Qo'yib turib, o'zi mana bu yechim aslida. Nima ko'rinishga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Trigonometrik va giperbolik ko'rinishdan trigonometrik ko'rinishga o'tkazish haqqimiz bor. x s1 deyman. Mana bunday ko'rinishda yozaman. Cosinus demak kx bo'ladimi? Cosinus kx. Musbat bo'lgandan keyin i sinus kx. Bu bo'ldi. Buni yopamiz. Musbat mana bunga keldik. s2 hop cosinus kx. Endi minus, mana minus i sinus kx. Xo'sh, qavslarni ochamiz. Qavslarni ochganimizda bu ko'payadi-da, bu bunga ko'payadi. Shunda hop. Ko'paytma. Bu yerni a deylik, bu tomonni bu yoki uchta o'zini yozib turaman. Cosinus kx plus i s1 sinus kx
x. Mana bu s2 kosinus kx minus i s2 kx. Sinus kx. Shunday qilib yoyishimiz mumkin. Xo'p, mana bu va mana bu bor. Bu va mana bu. Qolsin tashqariga chiqarib olishimiz mumkin. Shunda bizda bo'ladi. Mabodo, ya'ni umumiy holatda mana bunday yechim. Qolsin tashqariga chiqarib yozib oladigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi. S1 plus S2 kosinus kx. Mana chiqarib oldim. Endi nisbat. Xo'p. Mana ikkita tagini chiqaraman-da, joyida qoladi. Mana ikkita tagini chiqaramiz, demak. Bu bilan bu ini ham chiqarib olaman. S1 minus S2 i sinus kx dedim. Mana shuni keltirsak bo'lar ekan. Hop, yana ham soddalashtiradigan bo'lsak, buni a deb, buni b deb belgilashga kiritib olsak, xo'p. Bunday bo'lishi mumkin yoki i ichkarida bo'lib ham shunaqa qilib ham belgilashimiz mumkin bo'ladi. Mabodo. Shunaqa joyi bor, ya'ni mana bunday ko'rinishga ham keltirsak bo'ladi. Ya'ni i ni ham birga kirgizdirib olib, ichkari mana qolsin ichida bu deb o'ylab turib, a kosinus kx plus b sinus kx ham bo'lishi mumkin. Mana to'rt burchakka olgan holatlarimiz hammasi shu tenglamani bu holatga kelib, mana bu yechimlar. Buyoqqa. 5-masala. Psi funksiya uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lishini ko'rsating debdi. Hop. Psi kvadrat bu psi x psi yulduzchali x. Bu o'z-o'ziga qo'shma degani, o'z-o'ziga qo'shma kompleks qismini oldi minus bo'ladi. Ya'ni bu masalani yechayotganda quyidagi umumiy ko'rinishni yozsak bo'ladi. Ya'ni osonroq. Yoki mantiqiy qarash kerak bo'ladi. Qiynalmas. Xo'p, mana buni psi x ni a minus i b, ya'ni real qismidan iborat deydigan bo'lsak, bu kompleks funksiya ekanligi aniqdir. Bu qanday bo'ladi? Teng bo'ladi a mana minus musbat bo'lsa, mana minus qilamiz. Minus qilib olgan bo'lamiz. Xo'p, shu ikkalasidan foydalanib turib, mana bu tenglik o'rinli bo'lishini ko'rsatsa bo'ladi. Psi x kvadrat mana bunga teng edi. Ular teng bo'lyapti. A plus i b a minus i b. Xo'p, bizda bo'ladi. Bu qisqa ko'paytirish formulalaridan biriga tushishi kerak edi. A kvadrat minus i kvadrat b kvadrat teng a kvadrat nisbat b kvadrat. Ya'ni mana minus 4 i ning kvadrati bu ilzosda 1 ning kvadrati. Shundan demak minus 1.
minus 1 shunda mana bu minus yo'qolib ketadi. Demak bu musbat. Musbat kattalik moduldan biz bilamiz. Musbat kattalik chiqargan kvadrat ko'taradi aniq musbat bo'lishi. Keyingi masalamiz aytyapti, agar funksiya vaqtga davriy ravishda bog'liq bo'lsa, vaqtga bog'liq funksiya bo'lsa, hozir nasibni yozaman. 6 c debdi. X ga ham vaqtga ham bog'liq. Uni ikkita qismdan iborat qilib yozyapti. Eksponenti minus i taqsim h y t c x ko'rinishda. Mana shunday bo'lsa, bu holda ehtimoliy zichllik faqat koordinataning funksiyasi ekanligi hisoblansin. Ehtimoliy zichllik deganda nima chiqadi? Yani topilish ehtimolligini berish kerak. To'liq butun modulni kvadratini, ya'ni psi funksiyani modulini kvadratini butun hajm bo'yicha integrallashimiz kerak. Butun hajm bo'yicha integrallasak, u ehtimoliy zichllik chiqadi. Ehtimoliy chiqadi. Endi mana bu narsani vaqtib tursin. Bu narsani integrallaganimizdan keyin o'zgaruvchi nima bo'ladi, funksiyani o'zgarishi nima bo'lsa, o'sha bo'yicha funksiya chiqadi-da. Shu o'zini topib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni integralni qo'shib o'tirish shart emas demoqchi. Xo'p. Xo'p, demak, endi bu y darajasi shu nimaga teng? Bu nimasini topib olishimiz kerak. Boyagiday bu oldingi masalada berilgan nimasi bor edi, formulasi. Shunga qarab ishlayveramiz. Bu minuschaligi, mana bu minusni yana bitta nisbat qila olinadigan joy. Xo'sh, bizda oddiysi, yana mana pssi mana bunday ko'rinishda. Endi buni vaqti ham bor. Endi zo'r bo'ldi. Mana shu shart bajarilishi kerak ekan. Demak, mana bu ko'rinishdagi bor bizda, uni yozamiz. Ketdi. Xo'sh, y darajasi i taqsim h minusdan y t ko'paytirilgan c x bo'lsin. Bunisi endi y darajasi nisbat bo'ladi. Ko'paytirilgan y darajasi i taqsim h y t ko'paytirilgan c yulduzchalik. Buni o'zi ham yulduzchalik bo'ladi. Bu ichiga aralashayotganimiz yo'q. Vaqtga bog'liq qismini nima qilyapmiz? Hop. Bu ham endi o'zgaradi. Oldinga o'xshattirib, xo'sh, bu ikkalasi bir-biriga mutlaq teskari bo'lgani uchun bir bo'lib ketadi. Ya'ni ikkalasi 0 bo'lgandan ko'paytmada bitta qoladigan bo'lsak 0 bo'ladi. O'zida endi 0 darajasi 1 bo'ladi, bu ikki o'qiladi. Bizdan qolyapti. Ikkalasi ham koordinatalar funksiyasi. Demak, chiqadigan oxirgi natijamiz ham, undan keyin chiqadigan natijamiz ham albatta koordinatalar funksiyasi bo'ladi. Koordinatalar funksiyasidan chiqqan natijalarimiz hammasi oxiri koordinataga bog'liq bo'lmagan integral olgandan keyin yana yo'q bo'lib ketib, 0 bo'lib qoladi. Bo'lsa faqat koordinatalar funksiyasi. To'lqin funksiyasi berilibdi 7-masalamizda. 6 va 7 ekan. 7-masalamizda to'lqin funksiyasi berilibdi. C R T teng deyapti. A y'ning darajasida minus i k r minus mu t vektor. Oldingi videolarimizda xuddi shunday ko'rinishda ekanligi aytilgan edi. Berilibdi-da. Ko'rinishda shunaqa ko'rinishda bo'lsa to'lqin funksiyasi modulini kvadrati teng a bo'lishi isbotlansin debdi. Bunda ham xuddi shunday ketma-ketlikda qilamiz. Mana bu narsa bir xil. Psi r t kvadrat
Ketma-ketlik bir xil mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p. Yozamiz. Bir martasida oldidagi nimasini eksponensial oldidagi nimasini o'zgartiramiz qiymatini. Xo'p, ketdik. A y ni darajasida i ga bu bo'ldi. Mana bu chiqdi. Bunisi uchun minusni yo'q qilishimiz kerak. Ko'paytirilgan a y ni darajasida i ga r u t. Xo'p, bu ikkovi qisqaradi. A ning kvadrati. Bu eng oddiy masalalarni endi biroz murakkab ba'zi bir holatlar uchun qanday ko'rinishlarda bo'lishlarini ko'ramiz. Keyingi videolarimizda. Qilish charxlang.